Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Xullas usiz stavkalarimiz o'tmayapti oxirgi paytda, lekin biz bularni minuslarni qoplash yo'lini topdik. Jigarlar, biz u narsani topdik va yaratdik. Biz bunga haqlimiz jigarlar. Leon 94 kanal admini bo'laman. Albatta kanalimizda bo'lganlarni hurmat qilaman. Dushi Apple of Fortune o'yiniga bitta shikarni botchani yaratib qo'ydik. Jigarlar, nabira ko'rsatib o'taman sizlarga. Xullas bu bizning Telegram kanalimiz, asosiy kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yamiz jigarlar. Xullas kecha Real chivordi jalab, ekspressiya ham rasvo qildi biladi. Turibchi. Biz bilan aloqa interkamar prosh etdi. Bot sinab ko'rsataman sizlarga jigarlar. Qani bo'lmasam botni yana tanishtirib o'taman sizlarga. Hurmatli foydalanuvchi, eslatma, botga to'g'ri ishlash uchun win-win yuklab oling. Xullas jigarlar. Ro'yxatdan o'tish jarayonida promo kod degan joyga Leon 97 yozamiz va ro'yxatdan o'tish ustiga bosib ana bu yerdan kirasizlar va ro'yxatdan o'tasiz. Ana bu yerda WinWinBet, FowBet, FastPari, Melbet kontorlarda bizlarning promo kodlarimiz Leon 97 hammasida. Leon 97 albatta legenda jigarlar, o'sha botni ham yaratdik. Xullas ana bu yerga 3-sharti botga to'g'ri idni tashlaymiz jigarlar va tasdiqlashni bosib mana bu yerda takchalarni ochishni boshlaymiz. Takshto jigarlar, qani bo'lmasam boshladik. Balansda 6 million so'm bor. Maksimal stavkalardan bang'latamiz. Qani bo'lmasam signalni olishni bosamiz va biz ikkinchi katakchani tanlaymiz mana. Ikkinchi katakchani. Qani bo'lmasam ketdik. Mana bu yerdan o'ng tarafdan 1 2 ikkinchi katakchani bosdik va pulni olamiz. Yana bitta stavkani qilib qo'yib, mana bu yerda stavkani qilib qo'yib, yana signal olishni bosamiz. Xullas jigarlar shunaqangi tarzda davom etadi. Ikkinchi katakni tanlang yana. Yana ikkinchi katakni tanlaymiz, mana olamiz. Botimiz shikarniy tarzda ishlayapti, cho'tki. Albatta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi birinchi katakni tanlang debdi. Xullas mana shunaqangi tarzda ishlayapti bot. Boya sinab ko'rdim, boshqa kontorlardan sinab ko'rdim. Ikkita kontorlarda Melbetda hamda WinWinBetda o'xshadi cho'tki. To'rtala kontorlarda agar o'ynayotganlar bo'lsa, albatta menga murojaat qilinglar va yangi profil ochamiz. Xullas jigarlar shunaqangi tarzda davom etadi. Birinchi katakni tanlang deganda esimizdan chiqib ketdi o'sha. Birinchi katakni tanlaymiz jigarlar. Takshto. Ko'ryapsizlar, bez xato 3 ta signalni bizga ko'rsatib berdi jigarlar mana. 1 2 3 ta. Ya'ni maksimalda jigarlar 10 tagacha signalni ko'rsatib beradi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib o'ynaysiz degan umiddaman. Balansda 6 million summamiz bor edi. Shu 1 million foydaga kirdik 3 ta stavka qilib. Bu yomon natija emas. Agar maksimalnisi buni 1 million 400 dan baland bo'lsa, men 10 million yoki 15 million stavka qilib tezda balansimni ko'targan bo'lar edim. Lekin bunda maksimalnisi ko'ryapsizlar 1 million 400. Undan ziyodsini stavka qila olmaymiz. O'shaning uchun shunda cheklanib qolamiz jigarlar. Xullas sizlar bilan Kamin admin bo'ldi jigarlar. Kelgusi videolarda albatta ko'rishguncha sog' va salomat bo'lasizlar. Agar kelgusi videolarda qaysi gamesga videorolik tayyorlashimizni kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, albatta biz tayyorlashga harakat qilamiz. Albatta bu kanalga obuna bo'lamiz. Bu yerda har kunlik stavkalar bor, lekin bu bizning lichkamizga murojaat qilsangizlar, albatta men sizlarga botni tashab beraman jigarlarim. Sog' bo'linglar, takshto. Omon bo'lamiz. Hammaga omad. Botni sinab ko'rmoqchi bo'lganlar albatta kommentariyaga bot so'zini yozib qoldirsin.